Assalomu alaykum parrandachiqbozlari. Andijon qora tovuqlari bizda sotuvda mavjud. Yoshi 3 oylik, 3 oydan o'tgan. Yeb ishlari yaxshi. Kasallik boshqa vaksinalar qilingan, tumshuqlari kesilgan, soni 140 talar bor. 85% makiyam, 15% xo'roz. Oqi qizillari ham bor, lekin ko'pincha qoralari. Bo'ylari ham katta, tuxum yaqin variantidan. Xo'roz makiyan ajrab qo'ygan. Manzil Andijonda, Andijon shahar Oltinko'l tuman Gulbog' mahallasida. Qorasini ajratib olaman deganlarga 80 ming so'mdan beriladi. Aralash olaman deganga 70 ming so'mdan beriladi. Ko'p ulgurji olaman deganlar telefon qilsa, telefonga kelishsa bo'laveradigan holat. Telefonlarimiz 97 lik 293 90 97. Tuxum yaqin variantidan hamma vaksinalari bo'lgan.